Chiroyli qizim, men yangi yildan oldin o'zim bilan ovora bo'lib, insulin ololmay qoldim-da. Qo'rqmasdan olma sirkasiga ishonib, 5 kun mana umuman insulin olmasdan yurdim. Bugun o'lchasam, o'sha turibdi, natijalar o'zgarmagan. Oshib ketib qoladi, bayramda mazam qochib qoladi deb qo'rqqan edim. Olma sirkasi meni sahrimni normada ushlab turishga juda yaxshi yordam beryapti. Oshqozon ichak faoliyati yaxshilandi. Masalan, ichim kelishi har kuni normaga tushib qolgan. Qaziyatim yo'qoldi. Shamollashlarim juda kamaydi. Immunitetim pastligini hisobiga qishi bilan ko'proq shamollardim. Mana shuni ichganimdan buyon, mana oktyabr oyidan beri ichyapman. Juda yaxshi yuribman. Bir ikkita yo'tal kelib qoladi, bir kun yarim kun o'zidan o'zi yana yo'qolib ketadi. Sizga ming rahmat, mehnatlaringizga rozi bo'ling. Menga olma sirkasi juda ham yaxshi foyda beryapti. Assalomu alaykum, mani chiroyli qizim. Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Odamlarga foydam tegsin deb charchamasdan ishlab bilan yuribsizmi? Bugun sizga chiroyli yangiligim bor. 2 oy bo'ldi mana olma sirkasini ichayotganimga, sahrim 14,5 dan 8 ga tushibdi. Diyeta qilayotganim yo'q, hech narsadan o'zimni tiyib parhez qilmayapman hozir. Boringizga shukr. Bugun bomdoddan keyin sizni ham, sizga o'rgatgan qaynotangizdan ham o'tirib duo qildim. Umringiz uzoq bo'lsin. Qilayotgan yaxshiliklaringiz Allohdan o'zingizga yaxshi nasibalar bo'lib qaytsin qizim. Boringizga shukr. Shu sirkani ichganimdan beri mana qabziyatim ketdi. Ichlarim yaxshi yuryapti, o'tqoplarim yaxshi ishlayapti. Yuzlarim tiniqlashdi. Bu sahrim menga zo'r mukofot.